Yo'l topolmay qoldingizmi? Ya Fattah deng. Alloh barcha eshiklarni ochuvchi zotdir. Qo'rquvdamisiz? Ya Mu'min deng. Alloh himoya qiluvchi va xotirjamlik beruvchi zotdir. Gunohlaringiz ko'pmi? Ya G'affor deng. Alloh juda ko'p kechiruvchi zotdir. Uyingizda tinchlik yo'qmi? Ya Vaddud va Ya Qavvi deng. Alloh eng mehribon va qudratli zotdir. Duo qilish uchun Ya Zuljalali deng. Alloh ulug'lik va karam egasi zotidir. Yuragingiz og'riyaptimi? Ya Sabur deng. Alloh sabr beruvchi zot. Unga suyaning. Bezoftamisiz ya Rahim deng. Alloh rahmati bilan taskin beradi. Yaxshi farzand istaysizmi? Ya Musavvir deng. Alloh har narsaga surat va shakl beruvchi zot. Videoni yaqin insoningizga ulashing, ular ham bilsa, savobi sizga ham tegadi. Va shunaqangi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun like bosib, sahifamga obuna bo'ling. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, izohlarda amin